Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Salomatmisizlar? Xo'p, do'konimizga yangi assortimentlar kelgan. Sviterlarni ko'rishlaring mumkin. Mana umumiy. Endi har bittasini ko'rsatib chiqamiz. Yusel svetda, to'q ko'k svetda yoqalari ham ko'rishlaring mumkin. Mana o'ziga o'rnashgan, burishib qolmaydi. Kачествоsi ham zo'r. Qora rangi ko'rishlaring mumkin. O'tgan safar ko'p tez o'tkazib yuboryapsiz deganingiz uchun mana ko'proq ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Mana bu tomniy siniysi. Mana tomniy siniysi bu. Bu esa qorasi. Mana bu qora bilan yaqin qilganda ko'rinadi. Bu молочный sveti. Ko'rishlaring mumkin. Mana bir qator olib ham ko'rsataveramiz. Mana och молочный, ochiq svet kiyaman deganlar uchun. Bu zangor sveti, mana yashil sveti. Odamning yuziga juda chiroyli turadi, yaxshi o'rnashadi. Ochiq ko'k sveti bu. Ko'rishlaring mumkin. Seri sveti ham bor. Seri rangdagi sveti ham bor. Xo'p, hurmatli obunachilar, bu sviterlarimizning narxi turetskiy materialini aytib o'tay bir qator narxidan oldin. Bu materiallar tanaga juda foydali. Buni kiyganingizdan keyin hali toshmalar, har xil bir qichishtiradigan narsalar chiqmaydi, allergiya qo'zg'atmaydi. Ba'zi bir sintetikali narsalar allergiya qo'zg'atadi. Bular umuman allergiya qo'zg'atmaydi, kачествоsi yaxshi, zo'r. Bularda narxiga kelsak, 185 ming so'mdan qilib beraveramiz. Dastavka xizmatlarimiz bor. Bexijolat bir telefon raqamlarimizni yozib qo'yamiz. Qo'ng'iroq qilib so'rashlaring mumkin. Bizga obuna bo'lishda davom etinglar. Like bosinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.